Telegramdagilar postga yozishingiz mumkin. Siz so'ragan praktikani bajaramizmi? Tayyormiz. Rahmat. Bu praktikani xohlasangiz ko'zlaringiz ochiq holatda, xohlasangiz ko'zlaringizni yumib bajarishingiz mumkin. Eng asosiysi bu sizni holatingiz. Bunda to'g'ri, noto'g'ri degan tushunchalar yo'q. Asosiysi 100% o'z qaytib, 100% o'zingizni his qilib bajarishingiz kerak. Chuqur nafas olib oling. Chuqur nafas olamiz. Chiqaramiz. Yana chuqur nafas. Yana chiqaring. Butun diqqat markazingizni faqat va faqat o'zingizga, sizni ichki tuyg'ularingizga qarating. Qalbingizda bo'ling. Agar bo'lsangiz, hammamiz asosan bosh miyamizda yuramiz. Har xil o'y-xayollar, tashvishlar, qarama-qarshi fikr, yechimlarni izlagan holda biz bosh miyamizda yuramiz. Shuning uchun biz bu praktikani aql bilan bajara olmaymiz. Qalbga tushib bajarishimiz kerak. Qalbingizga tushib oling. Biz hozir sizni qiynagan, sizni qiynab kelgan, kechira olmayotgan insonlaringiz bilan ishlaymiz. Ularni kechirishga harakat qilamiz. Aslida o'sha paytda qanday hodisa ro'y berganligini ochiq-oydin qarab ko'rishga harakat qilamiz. Demak, qalbingizga tushing. Qalbingiz, bilasiz, ko'kragini o'rtasida, ikkita ko'kragimiz o'rtasida. Bu joyni his qiling. Chunki siz aqlda bo'lsangiz, buni bajarishingiz qiyin bo'ladi. Va qalbingizni ko'ring. Ahamiyat bering. U qanday ko'rinishda, nimani his qilyapti? Va xayolan o'zingiz uchun eng keng bo'lgan, eng siz doim borishni xohlagan, o'zingiz bilan o'zingiz qolishingiz mumkin bo'lgan joyga boring xayolan. Va siz kechira olmaydigan voqeani, siz qabul qilolmagan hodisani, siz umuman kechirmayman deb nomlagan voqeani qalbingiz sizga ko'rsatib berishini so'rang. Bu xuddi kino plyonkalarida, bu xuddi televizorda ko'rsatishganidek, bu xuddi teatr ijrochilaridek sizni ko'z o'ngingizda namoyon bo'lsin. Kommentariy yozmang, bajarishga harakat qiling. Chunki kommentariyalar yozish aynan hozir sizni chalg'itadi. Endi bu voqeani kuzatishni boshlang. Albatta, u ssenariyda, u teatrda siz bor o'zingizni tashqaridan kuzatishni boshlang. Bu ham xuddi ma'lum bir voqeani ichiga kirmasdan, o'yinlarga berilmasdan tashqaridan kuzatish gap. Qachonki siz biror bir voqea, hodisa qay darajada og'riqli bo'lishidan qat'iy nazar
unga tashqi tarafdan kengaygan holatda voqeani ichiga kirmagan holda kuzatishni boshlasangiz, siz uni yechimini ko'ra olasiz. Siz bu illyuzorniy, sarobli o'yinlarga aralashmasdan teran fikrlay olasiz. Hamma o'zini qiynagan, kechirolmagan holatini ko'rsin. Bu balki turmush o'rtog'ingiz bilan bog'liqdir. Bu ota-onangiz bilan bog'liqdir. Bu sevgan insoningiz bilan, bu qaynonangiz, qaynotangiz va hokazo. Kim bilan bog'liq bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha hodisani, o'sha voqeani ichiga kirmasdan tashqaridan kuzating. Balki u yerda qancha aytilishi kerak bo'lmagan gaplar, qancha sizni dilingizni og'ritayotgan voqealar, qancha sizni sha'ningizga aytilgan nohaq gaplar, hattoki urish, turtkilash, joningizga ozor berish kabi holatlar kuzatilgandir. Hammasini birma-bir qochmasdan kuzating. O'sha holatda, o'sha jarayonda ishtirok eting. O'zingiz qay holatdasiz? Balki himoyasizdirsiz. Balki men bu nohaqliklarga loyiqman degan isyon bordir ichingizda. Balki o'zingizni juda ham ojiz his qilayotgandirsiz. Balki atrofdan yordam kutayotgandirsiz. Najot izlayotgandirsiz. Diqqat bilan kuzating. His-tuyg'ularingizga ahamiyat bering. O'sha paytdagi o'zingizni his-tuyg'ularingizga ahamiyat bering. Qochmang. Oxirigacha ko'ring. Nima bo'lgan ekan u jarayonda? Nega sizga bo'ldi? Nimani anglashingiz kerak bo'lganligi uchun sodir bo'ldi? U paytda sizda qanday tuyg'ular uyg'ondi va nimalarni berib qo'ydingiz o'zingizga? Bilmayman, nafratlanaman sizdan. Siz hammangiz bir go'rsiz. Shunga o'xshagan qanday nafratli so'zlarni ishlatdingiz, ishlata oldingiz yoki o'zingizni juda ham ojiz his qildingiz? Hammasini kuzating. Endi chorasiz, yolg'iz, himoya qolgan o'zingizni yoningizga boring. Ko'zlariga tik qarang o'zingizni. Qo'llaridan ushlang, yuzlaridan ushlang, lablaridan, qalbiga nazar soling. Va o'zingizga ayting. Senga
og'riqlar shu darajada chuqurligidan bolam chiqdi. Qaysi holatda? Qanday ko'rinishda? Qanday qiyinchilikda? Qolganingdan qat'iy nazar men doim sen bilaman. Men doimo seni qo'llab-quvvatlayman. Men doim seni hurmat qilaman va doim seni yoningda qolaman.